Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi kunda yurtimizda nafaqat Navruz ayyomlari shukuhi, balki buyuk bobokalonimiz Mirzo Ulug'bek tavalludlarini keng miqyosda nishonlanmoqda. Muhammad Darag'ay ibn Shohrux ibn Amir Temur Ulug'bek Qo'rag'oniy 1394-yili 22-mart kuni Sultoniya shahrida tavallud topdi. Yoshligidan buvisi Bibixonim saroyida ulg'ayib, ta'lim olgan, tarbiya olgan Ulug'bek Mirzo astronomiya ilmiga qiziqa boshladi. Unga saroydagi mashhur olimlardan Qozizoda Rumiy ustozlari juda ham katta turtki bo'ldi va natijada Ulug'bek yoshligidan matematika, geometriya, astronomiya ilmlariga qiziqish bilan ta'lim ola boshladi. Keyinchalik hayoti davomida Ulug'bek 1409-yili otasi Shohrux Mirzo Movarounnahr va Xuroson hukmdori bo'lgandan keyin endilikda Ulug'bek ham aynan 15-16 yoshlaridan boshlab Movarounnahr va Turkiston viloyati hukmdoriga aylandi. Mirzo Ulug'bek Temuriylar renessansining yorqin yulduzi. Mirzo Ulug'bekdan bizga juda ham katta meros qolgan. Bu meros o'rganilgan, o'rganilyapti, yana o'rganiladi. O'tgan davr davomida ikkita katta ish qilindi. Birinchisi, 20-asrda jahon miqyosida Ulug'bek targ'ib qildi, jahon Ulug'bekning kimligini bildi. Ikkinchisi, tarix fanlari doktori professor Ashraf Ahmedov marhum Ulug'bekning Ziji Jadidi Qo'rag'oniy asarini o'zbek, rus, ingliz, xitoy tillarida nashr qildi. Bu juda katta yutuq. Davlat arbobi dunyo ilm faniga, astronomiya va geometriya sohalariga ulkan hissa qo'shgan bunyodkor inson Mirzo Ulug'bek insoniyat tarixida o'chmas iz qoldirdi. Ma'lumki, Mirzo Ulug'bek vafotidan so'ng uni shogirdi, farzandi Arjumandi Ali Qushchi 20 yil davomida rasadxonda ustozini ishini davom ettirib, zichni mukammal tugatadi va so'ngra kitoblarni, asbob anjomlarni olib oila a'zolari, yaqinlarini Turkiyaga safar qiladi. Ana shunda Ulug'bekning salobatli, ulug'vor, latif rasadxonasi qariyb 100 yildan oshiq vaqt davomida qarovsiz qoldi. Natijada 100 yildan oshiq vaqt ichida turli bu rasadxonaga tegishli mish-mishlar, turli g'iybatlar ko'payib ketgandan keyin 1590-92-yili Samarqand hokimi Hojiboy Otaliq Do'rmon bu latif, betakror rasadxonani buzib tashlaydi va uning g'ishtlarini Samarqanddagi Ko'haq daryosining ustiga qurilgan Shodimulk oqa ko'prigini ta'mirlashga ishlatiladi. Vaqt o'tishi bilan Ulug'bek xarobasi tuproq ostida qolib yo'qolib ketadi. 17-asrda ingliz astronom tarixchi John Grimes Turkiyaga kelib, Ulug'bekning Ziji Jadidi Qo'rag'oniy asarini bir nusxasini qo'liga tushiradi va vataniga olib borib nashr qiladi. Bu asar bilan tanishgan Yevropa olimlari, ingliz olimlari taajjubda hayron qolishadi. Nega? Asar nihoyatda mukammal va ilmiy jihatdan nihoyatda yuqori darajada aniq ishlangan. Mirzo Ulug'bek hayoti davomida nafaqat shoh, hukmdor, balki olim sifatida ham chuqur ijodiy ilmiy faoliyat olib bordi. Davlat arbobi dunyo ilm faniga, astronomiya va geometriya fanlariga ulkan hissasini qo'shgan buyuk olim Mirzo Ulug'bek bilan biz faxrlanamiz.